mixtaga o'tdim. Bu degani 10x qotib ketdi deyapmiz-da. Bu faktmi bu? Haqiqatan faktmi bu? 10 barobar burgeri sotuvi oshdi-ya hozir. Shu marketing orqasidan. Bu biznesimiz xo'jandamidi? Spitamenda ya. 10x oshdi marketing orqasidan, sotuvi o'zi. Bitta qarsanglar ad tushdi. Bomba. Zo'r, juda zo'r. Aha. Target yongan yo'q hali. Target yongan yo'q. Betarget. Shundoq Instagramning o'zidan shuncha klient kelibdi o'rtoqlar. Demak, videolar sifatli, zo'r videolar bo'lgan, qiziqarli bo'lgan. O'zimizni mana shu rayonimizdagi asosiy qatnashchi ko'p odamlar hammasi tanish bo'lganligi sababli hammasiga tarqatib story qo'yinglar deganda. Ha, blogerlardan ham foydalandik-da. Ha. Fishka yozib oylar o'rtoqlar, ko'rasizlar, kichkina hududda ham marketingni blogerlardan foydalanib axlat yig'yapti. 10x oshibdi. Bu katta natija bu. Bu juda katta natija. Malades.